Elitstroyga nima yengilliklar keldi degan mijozlarimizga sizlar uchun yengillikning yomonlarini olib kelib qo'yganmiz. Ko'ryapsizlar, dekorativniy taroqlarni ideallari kelgan, xilma-xillari tanlab chirtib olib ketadigan variantlari. Mana men bu ko'rayotganingiz eng so'nggi oxirgi kelganlari. Oldin bilasizlar patologiyalarga plastikda qilishardi. Mana men buni olib borib o'rnatadigan bo'lsangiz, ishoning, patologiyangizda yonadigan joyi ancha qalinroq, baqvatroq, prushinroq variantlar. Xohlasangiz men bu oralariga mana bunaqa yaltiroq akrilni qo'yib, idealniy qilib qo'ysangiz bo'ladigan joyi. Buni xohlasangiz TV zonangizga ishlatsangiz ham bo'ladi, spalningizga ishlatsangiz ham bo'ladi, muammosi yo'q. Libo joyga ishlatsangiz bo'ladi. Mana men bu ko'ryapsizlar, xohlagan varianti. Men bu rangga qarang. Fioletoviy rangmi? Nima deyapti? Rangi yomonligini. Men bu yashil nima deyapti? Ishoning, shundoq uyingizga olib borib o'rnatadigan bo'lsangiz, TV zonangiz bo'ladimi yoki spalningiz bo'ladimi, umumiy olganda dekoratsiyangizni idealniy qilib ko'rsatadi. Xullas, kimga shunaqa taroqlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Elitstroyga kelish kerak, bosib o'radigan joyi. Ishoninglar, idealniy ko'rinadi, remontiyle ham bor, juda ham qimmat, bagati ko'rinadi. Xullas, qayerdan topaman deyotgan bo'lsanglar, Elitstroyga bemalol kelasizlar. Sizlar uchun chinoz bo'lib yetkazib berish xizmati ham mutlaqo bepul.